Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Chimbulaq torining qadrli ishtirokchilari. Chimbulaq ekran orqali sizlardan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Eli vadisi o'z qo'ynida nurg'ulg'an danglik san'atkorlarni tarbiyalab qatoriga qo'shgan. Elining tuprog'ida bir hikmat, suyida bir sehr bormi qandaq? Eli o'g'lonlari aytgan naqshlar, eli o'g'lonlari yangratgan kuylar har bir kishining yurak tarini titratmay qo'ymaydi. Mana mushu mardani eli o'g'lonlarining qatoridan o'rin olgan, o'zining sevgi so'rayman, tanha yolg'izman qatorliq plastinkalar bilan alga to'nilgan cho'lpon kuychimiz G'ayrat Ibrohim yaqinda bahor so'g'isi temasidagi san'at kechiligini tomoshabinlarimizning huzuriga sunmoqchi. Undaqda bugungi mana mushu kechilik haqida ep bo'lgan suhbatimizni diqqatga sunamiz. Assalomu alaykum san'at seyyar el xalqi. Güzel illik bahorning yetib kelishiga ergishib, Ürümçi shaharlik Al-Nag'mi savdo taklif shirkatining o'rnatishtirishi bilan talantli yosh naqshchi eli o'g'loni G'ayrat Ibrohim eng nodir kuylarini xalqimizga sovg'a qilmoqchi. Kechiligimizda takliflik artistlarimizdan Tildirib cho'lpini Odil Majid va rafiqasi otaqli aktyor Gulbakram Qodir, talantli ovoz artisti Etut cho'lpini Saviriddin Imom, yosh rejissor va aktyor Baxtiyor Sho'hrat, chaqchaqchilarimizdan Farhod Xo'jahmad, Ahmadjon Yusuf, Akram Zetivaldi, Ro'zaxon Tudaqun, Yusufjon Qiyim qatorliqlar ijrosidagi bir qism nodir yangi nomerlar. Tahrirlik naqsh cho'lpinimiz Tosh Muhammad Botir, Mahir kuychilarimizdan Xalida Imom, Farg'ona Olim, Azmat Muhammad, Asqar Muxtar qatorliqlar ijrosidagi esil nodir nomerlar sizlarga yangi zavq ato qilg'usi. Vaqti 2015-yili 5-oyning 30-kuni, Xinjiang vaqti kech soat 6 da. O'rni G'uljinoya Yangi xalq doktorxonasi kaynidagi Muqami Sari. Bugungi qimmatli fursatda programmamizga G'ayrat Ibrohimni alohida taklif qildik. Assalomu alaykum G'ayrat, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. G'ayrat to'limi xayrlik va manlik bir ishga taraddud qilibsiz. Avval sizni tabriklayman, muborak bo'lsin. Rahmat. Undaqda G'ayrat, mana bugungi kunlikda bahor oylarida tomoshabinlarimizga o'zingizning zo'r g'ayrati bilan, tayyorlik bilan boshlagan mana shunday bir kechilikni sunishni o'ylash qilishingizga bir alohida sabab bormi? Qanday mushni tomoshabinlarimiz bilan bir o'rtoqlashib baqaylik. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rarmanlar. Men kichigimdan tortiblam mushu san'atga bo'lgan o'tdek qizg'inligim, ishtiyoqim bo'lg'achqa kichigimdan tortiblar mushu naqshga bo'lgan hissiyotim, naqshga bo'lgan qizg'inligim nihoyat cho'nqir bo'lg'achqa men tirishib ustoz san'atkorlarning naqshlarini ko'p egallab ikki plastinka chiqardim. Sevgi so'rayman, tanha yolg'izman deb ikki plastinka chiqargandan keyin bu plastinkalarni keng tomoshabinlarimiz yoqtirib angladi. Menga bo'lgan, menga bergan taklif fikrlarim nihoyat yaxshi bo'lg'achqa men buningdan keyin texmi tirishib xalqimiz uchun obdan yaxshi bir naqshlarni sovg'a qilish ideyasida shunda bir ideya paydo bo'lib shu cho'ng tipdagi bir naqsh kechiligimni o'tkazish o'yiga kelib qoldim. Undaqda bu qitimga kechiligingizga shu boshdan oxir Baxtiyor o'zi rejissorlik qilib, avtorlik xizmatini o'zi tegapti. Baxtiyor, siz mana mush kechilikning bosh rejissor bo'lib sifatingiz bilan kechilikka bo'lgan ko'z qarashingizni hozir so'zlab baqamiz. Assalomu alaykum Chimbulaq ekrani oldidagi barliq aziz qarindoshlar. Bu qitim hamda yaxshi naqshchimiz, qarindoshimiz G'ayrat Ibrohimninki naqsh kechiligi munosabati bilan Chimbulaq ekranida mana bu ahamiyatli bo'lgan bir ziyorat qilib o'tiribmiz. Bundan men nihoyat xush. Ham o'zimninki shunday bir ahamiyatli bo'lgan bir kechilikka avtor, rejissorlik vazifasi o'taganligimdan ham nihoyat xursandman. Do'stim uchun mushu daq bir vazifani o'tab berganligim uchun men o'zim nihoyat faxrliman desam bo'ladi. Bir san'atkor uchun bo'lib bir naqshchi aytgan chaqda o'ziningki necha yillardan buyon tayyorlagan o'ziningki emgak meyvelerini to'plab bir kechilik qilish bu haqiqatan bir naqsh uchun aytgan chaqda argiz osonga to'xtamaydi. Bu bir mushkul bir jarayon. Yaqinda men shu xizmat ishi bilan Ürümchida bir bo'lib qoldim. G'ayrat og'inam shu yerda bilan uchrashib qoldi Ürümchida. Bu o'ziniki nihoyatda kayfiyat yaxshi emas, nihoyat tushkun. Biz bir tamoqda bo'lib qolib shuni bilan bu. Faqat kayfiyatning joyi emas-ku desam bu menga biroz holini aytib qoldi. Chunki bu o'ziniki san'at kechligiga tayyorlik qilayotganligi, nurg'un umidlar bilan mushu ishga tutish qilganligi, lekin ma'lum bir kishilarningki bunga qarshi chiqqanligi. Masalan, sen qilib olmaysan bu kechilikni.
mayli iqtisod jihatdan bo'lsin va yoki boshqa jihatlarda bo'lsin, sen to'sqinlikqa uchraysan. Qilma bu ishni deb buni qizg'inligiga sovuq suv sepgandek bir ishlarni qilib shundoq bir gaplarni anglagan ekan bu do'stimningki kayfiyat intayin buzilgan. Shu yerda men shu jarayonlarni so'zlagandan keyin men hamda bir kasbiy aktyor, ham bir rejissor bo'lish bilan shu yerda G'ayrat Ibrohimga o'zimningki ko'z qarashimni o'tirib qo'ydim va nihoyat yaxshi ishga tayyorlik qilganligi, bu yo'ldan qaytishga qat'iy bo'lmaydiganligi. Chunki bir san'atkor uchun aytgan chaqda oldiga mengishga bo'ladi. Chekingan odamni biz bir yaxshi bir san'atkor deb e'tirof qilmaymiz biz. Shu jarayonni g'ayratga deb qat'iy turish. Biz bor, seni qo'llaydiganlar bor. Seni qo'llamaydiganlar bilan sen ko'ring bo'lsin. Seni qo'llaydiganlar atrofingda yo'q. Undaq bo'lgandan keyin sen qat'iy turish. Xalq sening naqshlaringni yaxshi ko'rdi. Biz yaxshi ko'ramiz. Undaq bo'lgandan keyin sen cho'qim butun kuchingni tirishib, musha kechlikni ro'yobga chiqish uchun sen hargiz planni qo'yib yotma deb buningga nurg'un yaxshi gaplar qildim. Hamda mening shu gaplarim buningga bir ruhiy kuch bo'lgan bo'lsa kerak. Shuningdan keyin g'ayrat qaytadan jonlanib ketdi. Bu deganlikim mening sababim bo'ldi deganlikim emas. Hamda shu yerda men hamda shu do'stim uchun ozroq bir ruhiy madad beradigan bo'ldim. Shuningdan keyin biz G'ulja qaytib keldik. G'ulja qaytib kelgandan keyin do'stim meni kechilikka rejissorlikqa taklif qildi. Men nihoyat xush bo'ldim. Hamda shu hozirgi bizningki tayyorlik bosqichimizni aytgan chaqda asos jihatdan 90% bizning tayyorlik ahvolimiz bitib bo'ldi. Mana hozir ekran orqali kang ko'rmalar bilan yuz ko'rish olib turibdimiz. Bu bir muvaffaqiyat men aytgan chaqda. Mana ilgari bu kechilikni qilolmaydigan bo'ldim deb bir umidsizlangan bir naqshchimiz hozir to'liq tashqari ishlash bilan, umid bilan xalqimizga bedarlash olib turyapti. Bundan hammamiz intayin xush. Menmi ham o'zimningki birodarim ham xalqimizning yaxshi bir naqshchisi uchun xizmat qila olganim uchun, aktor ham rejissor bo'lib o'sha kechilikda xizmat qila olganim uchun men haqiqatan intayin faxrlanman. Ham kechilikningki muvaffaqiyatga chiqishi ham xalqimiz yaxshi ko'rgan G'uljida bir kechilik bo'pti degandek bir kechilikningki ro'yobga chiqishiga men chin qalbimdan ishonaman. Ham shunga tilakdosh bildiraman. Bo'ldi, rahmat. Bizda shunday bir gap bor. Bug'doyning bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmi deydigan. Ba'zida yaqin birodarlarning o'zi yoqtirgan kishilarning bir ig'iz so'zimi kishi uchun ajoyib cho'ng bir madad, bir ruhiy oziq bo'lib qoladi. Xuddi Baxtiyorga o'xshashlar bu qitim G'ayratning naqshkechiligining muvaffaqiyatli chiqishi uchun nurg'ulg'an yaqin hamrohlari, do'stlari ko'p kuch chiqaribdi. Buning ichida Azmatga olsam, sizning qo'lingizdan kelishi yordam qilib kelyapsiz. Unda sizning og'zingizdan bir shikaygiz gap anglamandik. Bo'ldi. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq aziz qarindoshlar. Bugun G'ayrat Ibrohimning naqshkechiligining nayt katta kunlarning birisi dastlabki bosqichi bugungi biz ziyorat kunda hammamiz G'ayrat uchun so'z qilib o'ltiribdik. Men shu masalada bir so'z qilay. G'ayrat Ibrohim mening yaxshi bir inim. G'ayrat bilan biz 10 yildan ortiqroq bo'ldi tanishqili. Men tanishgandan tortib san'atga nayt yerisman, nayt muzika bo'lgan ishtiyoqi, buning niyat nayt go'zal endi. G'ayrat bu qitim Urumchiga berib, aka shunday bir yaxshi ishga niyat qilgan, shu ishimga bir hamdam bo'lib qolgan bo'lsam deganda, men boshlatmay birsi o'zimizning aka indoshlik qarinasligi, yana birsi kasbcha tikimiz kasbdoshlar bir-birimizni qo'llash uchun G'ulja kelgili bir oycha bo'lib qoldi. G'ayratning ishini birinchi bosqichdan boshlab hozirgacha tayyorlik qilib, boshqa yorlarning yordam bilan muvaffaqiyatli bo'ladi. Endi biz kechilikni bir yaxshi o'tkazib olsak, biz uchun cho'ng bir g'alaba. Rahmat. Adulka ansam sizning menga o'xshashlarimiz G'ayratning naqshlarini bek yaxshi ko'rib anglaydi ekansiz. Uning bir sodiq qo'llag'uvchisi bo'lishibdingiz bilan bu qitim kechilikda sizni yomoncha kuch chiqarib deb angladim. Rahmat. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rmanlar. G'ayrat inimizningki abiy deb aytdi, Baxtiyorim dedi, Azmatim dedi. Bundan biz kechilik oldida tayyor qildida hozir. Ham nurg'ulg'an kechiliklar oldida bo'lgan biro. Ham ba'zilari bo'lmagan ham nurg'ulg'an kechilik. Kechilik qilmoq yomon tasda. Bu kechilik qilmoq degan unda aytgan chaqda 10 qitim to'y qilgandimi betar. Shaxsan bir to'y qilmoqmi o'ngay emas, bir to'y qilmoqmi. Shundaymi? 10 qitim to'y qilgandan
Shuningdan ortiq tayyorlik qilsayna, buningki odat bir ikki odamning qo'ldan kelmaydi bu ish. Buningga butun odamlar qo'llagan bo'lsa, tomoshabinlar qo'llabdi o'zida Xayratningki naqshlarini yaxshi anglaydi, buning deylar shunday yaxshi mangdi. Shaxsan men yaxshi ko'raman. Buni buning inimizniki Xayratning alayligi, buningki duttavlar naqsh etdi, sakindimmi elektorlik muzikalarga etdi, ammo bab ham xalq naqshlariga yaxshi etdi. Shuningdan keyin xalqimizning ichida o'zidimi yoshlanishida kishilik xili uzun vaqt bo'ldi bo'lmagan. O'z vaqtlarida Anvarning Toshkentning bo'lgan 10 yilchi bo'lib qoldi. 10 yildan mayqanda kishilik bo'lib baxmagan. O'zi xalqimiz tashna. Ham shu kishilikning bir bo'lishiga shunda hozir shunda yerismanda kutyapti. Agar deyimiz shu o'tirib bir maslahatlashib, aka mishtamishda ish qo'ygan deb keldi. Deganki men bo'lib fikrim. Qo'limdan kelish yordam qilman. San'atchiyatim bo'lamdi. Bizning idora nurg'un aktyor bolalar va baxtiyorlar va mishta Bejingdan bitirib keldi demişdi. Rejissyorlikni. Ular va onun kendi bu resmiyet işlerini taraftırıqqa bizdeki Azmat ağinimiz Ürümçi şehirlik Elnağma oyun qo'shiq şirketininki qurg'uvchisi Azmat ağina. Bunu ular ağinam 15-20 yillik ağinam bo'ldi. Yig'ib kelgan chaqda avvalgi gapingizni nimasi? Inimiz masala so'rab kelibdi. Akamishda deb. Men dedim buni iqtisod manchik pul ketadi. Manchik yo'l ketadi. Buni shular yomon tayyorligim sanmaydi. Iqtisodiyatda bir necha og'aylarimiz dedi qanda. Rahim Qosim deymiz bir necha og'aylarimiz hatto men o'zim qarab turmayman. Ham nurg'unlarga masala so'rdik, iqtisodni topildik. Iqtisodga nurg'unim ketdi. Unga san'atchiyatim iqtisod bo'liblar, ba'zi qog'oshlar bo'lsa bo'lmaydi. Unga buning yo'l nimasi to'g'ri kelib qoldi. Yo'lning ashtar unga Azmat aynan Urumchini taklif qildik. Buning o'yin qo'shiq kinishkisi bor. Shuningdek buni kinishkisini ishlatdik. Azmatning qo'ldan bir necha yil bo'ldi biz tayyorlik qildik. Azmat aynan qo'ldan kilish tayyorlik qilib shu zada bardaga berib, yig'laydigan yig'lab qanday shu qo'madisk urib kech kunduz Japon tatiyotdi. Bu shunda Azmat ayolning ma'noda baxtiyor kelgan chaqda baxtiyormi doyarlikni qilib, hozir kech kunduz ashnimiz oldi ekanini yezib rejissyorlikni bu tez. Bu shunda qilib hamimiz uyushgan chaqda bu ro'yxatga chiqdi. Ba'zilar naqsh kechilik qilib olib kechilik bu o'liq o'ngay ish emasda, haqiqatlik oson chaqlab. Sizmi bir sana kechilik odatmi, sana kechilik tayyorlik qilib, siz necha kun avrib ketasiz. Lekin buning ishi bir nota yerdan chiqib meyi bo'lib, meyi bergan kuni kechilik bo'lgan kuni hisoblanadi. Hammaning o'zini o'zi qilish kerak. Ammo o'z japonchiq tortish kerak. Naqshlaringni dedim, ratildim, nurg'un naqshlarni o'z naq pulga oldi, ham ishlatdi. Buning kechiligida tayyorlik ham yaxshi. Ammo bab yaxshi, bir xalq naqshlarini tayyorlikni yaxshi qildi, ammo bab naqshlarini qildi, artistlarni tanladi, o'zi yalnız o'zing kechilik olib, o'zi yalnız chiqib olaymi demidi. Ya'ni qo'shimcha artistlarni taklif qildi, chunki buningda hamma xalqlik tang huzurlansa, kechilikniki ranglik chiqishiga o'zim shunday ko'ks qani kang. Boshqa odamlar o'zimdan chiqaman deb oldi ekan o'zimdan qildi. Lekin bu o'zi o'zining yaxshi ko'radigan san'atkorlarni taklif qildi. Rejissor Baxtiyorim talabni berdi, Azmat talabni qildi, bizning talabni qildik. Qo'limizga kelib san'atchiyatim san'at yordamini qilaman. Oqsab 6 soat degan ishlar bo'ladi buningda. Amallik ishlar bo'ladi, sakning yetakchi ishlar bo'ladi. Buningga men qarab turmayman. Iqtisodiyatdan bulamda, qolgan jihatdan bulamda qo'limizga yordam qilmoqqa. Deb buning o'zi madad berdi. Madadchilar bo'lmasa, bu ishni men xil qilib qilamaydi. 30-40 yil naqshatganmi qilanmadi-da, ham qilanmaydi bu ishni. Ham burunmi qilanmagan. Bu tasish bo'yicha buningda bir hamda o'zining omati, o'zining rizq ta'limi sunmaydi. Qo'lluqchilarning qo'llashi sunmaydi. Xalqimizning qo'llashi, bizning xalqimizning ham shunday jafoliq ishqa, ham shu elimizning mush jafoliq tartib buning mana qancha million pulusini qilmaydigan ishchi bu maqsad kelgan chaqda. Iqtidor buning o'ziniki shunda jafo tatdi, naqshlarni lo'yin qilyotdi, ovozini tutib qo'yotdi, yana ishda tirishib qo'yotdi, ayolimi uydimi shunda Allohga atalar urtiqallarma. Hammasi yordam qilib, do'st birodarlar hammasi bo'ldi, beltingni biz anchalik olamiz, manchalik olamiz deb buning hozirgacha biletlarni xili setlab bo'yatdi endi. Lekin buniki shu yig'ib kelgan chaqda kang xalqimizning qo'llashini umid qilaman. Xalqimiz qo'llab mush g'ayratning kechiligini, o'ljidan bo'layotgan ish o'g'andan keyin o'zining mayiqiga. Ammo kechilikni qo'llab mush kechilikda bir o'ziningki bir ko'ngilni bir tal gullan qilamdi, yo biletlarni ilib nim qilamdi, ko'ramdi ataldi. Bu kechilik universal. Cho'nglarga tushdi, yoshlarga o'tir yoshlarga tushadigan kechilikda. Shuning uchun g'ayrat inimniki bundan keyingi ishlarni yaxshi bo'lish uchun Japonim tortib Japonchilik alohida bo'lib qolar. Xudoyim bilsa qanday ish bo'lsa, mush inimiz g'ayratniki kechilikniki nihoyat dag'dug'liq, o'zida bir ajoyib bir kechilik bo'ldi. Mushundaq bo'lishiga bir qo'lji xalqiniki mush sakna oldidagi ko'rmanlarniki mush qo'ldan qo'llab berishini, mushlarniki yana bir do'stlarga urug' tuqqanlarga yana bir tashviq qilib e'lon qilishni
Onun için Azmat ağaynamnınki mücafalık müşşaka bizim Azmat ağaynamga şunda rahmat etimiz. Gayret İbrahim'nin keçiliginiki texima umdan yaxshi dağdığılık buluş için kolumuz köksümüzde hem yardım kılaylı hem buluşuğa arzu kılma. Oldu, Harun Kam'ın sözünden şunu es qildik. Mana bu keçilik nurg'ulg'an kishilarning kuch chiqarishidan, yaxshi tilaklardan ro'yobga chiqish oldi turibdi. Ishonmanki, ekran oldidagi san'atqumar xalqimizmi bu keçilikning tezroq o'zlari bilan yuz ko'rishini umid qilmoqda, kutmoqda. Undaqda Baxtiyor, men so'z orasida shuni es qilib qoldim. Bu qadimki keçiligimizdami o'zgacha bo'lgan, burungi keçiliklarga o'xshamaydigan yangiliklar bormi nima? Bu shaxtda ko'pchilik azroq uqtirib beramiz. Endi bayam Odilkam deb o'tib ketdi, endi G'uljida 10 yildan eshib ketdi bir yaxshi bo'lgan cho'ng qilindi bir kechilik bo'lib baxmagan. Bo'lyapti, lekin bir odamniki g'ayratga o'xshash birsiniki naqsh kechiligi deganda bir kechilik bir yildan olib ketdi. Bo'lib baxmadi endi. Mana bugungi kunlikda biz g'ayratning kechiligiga tayyorlik qilyapmiz. Biz endi buningda oddiy bir kechilikni tomoshabinning huzuriga sunib qo'ysak, ular bu kechilikni rozi bo'lmasa, ular olgan beletiga rozi bo'lmaydi. Bizning amgakimizga jumlada aytgan chog'da mush kechilikni necha yil tayyorlik qilayotgan Soyibxon G'ayrat Ibrohim qarindishimiz bu o'ziningki amgakidan o'zining hodiga chiqmay qoldi. Shuning uchun biz endi bu kechilikning rangdorligiga intayin ahamiyat berdik. Bo'lib moyam Odilkam deganda etod qismi. Etod qismi degan chog'da bu etodni zot kim o'rindaydi? O'rindiqchilar kimlar? Bular endi alga tunilgan, butun xalq yaxshi ko'radigan, kishidan cho'nggacha hammasi hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan bizning etod cho'lpinimiz Odil Mijit akamiz va Odil Mijit akamizning vafodor xonimi, ataqli aktyor Gulbahram Qodir hadimiz, Shinjon televiziya stasiyasidagi ovoz artisti, ko'p tanilgan talantli aktyorimiz, komediya artistimiz Savirdin Imom efendi qatorliq bizningki el suygan komediya artistlarimiz. Undan boshqa bizning G'uljidagi ko'ldirgi artistlarimizdan Farhod Xo'jaahmad deymiz, Akram Setovoldi deymiz, Yusufjon Qiyum, Ro'zaxon Tudaxon qatorliq bizningki xalq qiziqchilarimiz, chaqchaqchilarimizmi? O'ziningki eng yangi nadir yumor chaqchaqlari, qiziqarli etodlari mush kechilikda tomoshabinlarimizdan didorlashdi. Undan boshqa G'ayrat Ibrohimni uzundan buyon qo'llab kelayotgan o'ziniki mushu naqshchilik sohasida hamkorlashib kelayotgan o'ziniki boshqa birodarlaridan Xotan diyoridan bizniki naqshlarimiz yaxshi ko'rib anglab kelayotgan bizning yaxshi naqshchimiz Asqar Muxtar bu qadam kechilikka alayda qadam tashlab qo'ymoqchi. Undan boshqa bizning mushu xalqimiz naqshlarini so'yib anglab kelayotgan bizning faxrlik naqsh cho'lpinimiz Tosh Muhammad Botirmi o'zining eng yangi nodir kuylari bilan mushu kechiligimizga qadam tashlab qo'ymoqchi. Undan boshqa yana Eli qizi bo'lja xalqimizniki, Shinjon xalqimizniki yaxshi naqshchisi Xolida Imom ham yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin naqshlarini so'yib olib kelayotgan bizniki yosh talantli naqshchimiz Farg'ona Olim qatorliq bizniki yaxshi naqshchilarimizmi mushu kechilikda o'zining eng esil kuylarini taqdim etadi. Mana bizning hozir o'sha naq maydonda o'tiribdi. Azmat Muhammad efendimni o'zininki eng esil naqshchisini mushu qitimli kechilikda tomoshabinlarimizning huzuriga sunadi. Azmat kamning gapi chiqib qoldi. Bu yerda Odilkam deganda Azmat kam haqiqatan hamda boshqalarimizni silishtirgan chog'da hamda ko'zi ko'maydi. Bu jihatda lekin yatta azoyisoq nurg'un kishilar qilmagan ishni qilyapti. Buni hammamiz iqro e'tirof qilamiz. Masalan, o'sha qitimqi G'ayratning kechiligiga bir oy burun bo'lgan kelib, nurg'un rasmiyatlarni Azmatkam tutadi. Bundan biz qattiq ta'sirlandik. Azmatkam shu ishni tutarmagan bo'lsa, men bu kechilikga retorlik qila olmaydim. G'ayratmi o'zining kemayli bir 100 naqshchi bo'lsa-mu, etamagan bo'ladi. Bu jihatda ham shu ekran oldidagi tomoshabinlarimizga ham shu ziyorat davomida haqiqatan chin qalbimizdan Azmatkamga bir rahmatimizni bildirmay turmaymiz endi. Ham shu kechilikningki ham uyushtirish o'rinmi Azmatkam boshchiligidagi Urumchi al-Nag'ma madaniyat tarqiqish shirkati. Mushunda qamda bosqichlarni beshinimizni o'tkazib, mana hozir biz endi to'liq tashqa ishlash bilan kechilikka qadam bosish oldi turyapmiz.
yuqorqi dangliq artistlarimiz, cho'lponlarimiz yig'ilgan. Ham shundaqla garchi etod naqsh usul bo'lib qolmasdan biz g'ayratniki etadigan bu qayta naqsh qismi. Masalan, g'ayrat bundan ilgari bir qancha plastikdan chiqqan. Ammo bu qitimqi etadigan naqshlar bo'lsa, mayli muzik akkordlashtirish jihati bo'lsin, ohang jihati bo'lsin, tekis etiladigan naqsh mazmun jihati bo'lsin, buning o'zining ilgari aytgan naqshlarga tubdan o'xshamaydi. Biz naqshni tanlashga intayin ahamiyat berdik. Mazmun jihati bo'lsin, mayli cho'nglar, o'rta yoshlar, bolalargacha anglisi yaxshi ko'radigan, ta'sirlanadigan nadir naqshlarni bu qitim kechilikka biz tanlab turib kirgizdik. Sabab nima degan chaqda, bayam dedik, nurg'un yillar ilida kechilik bo'lib baxmadi. Endi 10 necha yildan keyinki bugungi kunda G'uljida bir kechilik bo'lgandan keyin haqdadiq yetkazib qilish, xalq rozi bo'lgudek qilish, xalq so'yingidek qilish. Shu pul qashlab bilet elib kirganki tushliq, shu xalqni rozi bo'lgudek qilish. Rejissorning tanishtirishidan men bu qidimki kechilikning naqsh usul o'yin kulki chaqchaq bilan bir uyushtirilgan shundaq bir o'zgacha kechilik bo'lganligini his qildim. Shundaqla tomoshabinlarimizga o'xshashlar bu kechilikni ko'rishga intayin qiziqyapman. Ammo so'zlarsida bir narsaga diqqat qildim. G'ayrat, bu kechilikni siz alayda shu G'uljinoyasiga o'rlashtirdingizmi nima? Nima sababdan deganda G'uljinoya hamda o'zimning to'lgan yurtim hamda G'uljinoyada men G'uljinoyalik bo'lg'ashqa shundaqla hem bizning G'uljinoyaga selingan budaq yangi teatrxonimi, muqam teatrxonasimi o'zgacha nurg'un mablag' bilan, nurg'un kuch bilan selingan shundaqla teatrxonning ishchi bo'lsin, ichidagi uskunlar bo'lsin, eng ilg'or uskunlarni akilib qurashtirib, shundaq nayt bir yaxshi o'lchamlik teatrxon soldi. Shunglashqa men mushu kechilikimniki yaxshi bo'lishi, kechilikdagi plastikamningmi sifatlik yaxshi chiqishi uchun shunga mushu teatrxonni G'uljinoyadagi mushu cho'ng teatrxonni tanladim. Demak, mayli nomerlarning sifati jihati bo'lsin, mayli xizmatchi xodimlarning saviyasi jihati bo'lsin va yoki o'yin qo'yiladigan maydonningki shart-sharoiti jihati bo'lsin, bu qidimki kechilik tomoshabinlarimiz orzu qilayotgan, umid qilayotgan, yangicha, o'zgacha bir qitimliq xalqimizning ma'naviyatini qondirolaydigan yaxshi bir kechilik bo'lib chiqqisi. Sizlarning qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi Chimbuloq ekranimizga alayda qadam tashrif qilganlarga yana bir qitim rahmat. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi suhbat programmamiz mana shu yerda oxirlashdi. Mana shu universal xarakterini olgan G'ayrat Ibrohimning mo'ng'uq kuylari bilan yo'g'rilgan o'zgacha kechilikka daxil bo'lishni xohlasangiz, 5-oyning 30-kuni G'uljinoyasining Muqam sariga marhamat qiling. Xayr xo'sh, kelar sanda ko'rishga omon bo'laylik.